Biz buni sudga berdik. Ma'muriy ko'rdi 2 marta, 3 marta ko'rdi. Bu yoqda 3 marta ko'rdi. Shunda aniq bo'ldi. Nima qilish kerak bular? 1,5 yil bo'ldi. Ko'raylik, kim spiskalargacha turibdi-da. Noto'g'ri qilgan o'sha odam javobgar qilamiz-da. Oxiri men unga qayta takrorladimki, siz sud jarayonida turadigan narsani qanaqa qilib hal qilib berasiz? Ichki ishlar xodimi. Ha, ichki ishlar xodimi. Devor qurishni boshlab yubordi. Sud jarayoni oxirigacha kutmasdan turib, menga kelib keting bugun mana shu hujjatlarni ko'tarib. Mana o'yingohimizni ko'ring, oldimizdagi. Mana kirib chiqa olmaymiz. Tikuv sexidami, qandalar sexidami uydan mahsulot yetkazib berishga yordam beringlar dedim. Yo'q natija. Faqat ijtimoiy reyestrda kambag'al oilada turadigan bo'lsangiz, yoshlar daftaridan ko'mak bera olamiz. beramiz. Akt qilinadi, guvoh kiritiladi, savdo qilinadi. Savdoingiz qayerda? Mana bu ko'chma do'kon. 3000 rubl olib, aytgan pulini berib, onam dokumentini olib qolgan, shu dokument qo'limda. Hal bo'lmay uni yechimini opsiyaga tashab, yechimini hal qilishga harakat qilib ko'rmoqchiman. Shu yerga kelib turib. Siz nima qilmoqchisizmi? Mana yonida men bog'im bor mana hammasi. Boqimbosh shaharlashtirib qo'yganmiz. 665-sonli qarorda xabaringiz bor. Siqlashni asfalora olmaymiz. Do'kon yonini kichkina joyda qo'ydirgandim. Ichki ishlardan отказ bosib ketdi. Nima uchun? Chorraha bir narsalar deb yozilgan, u yerda lekin hech qanaqa xalaqit qiladigan joyi yo'q. O'sha yoqdagi jetski plashadkani kesib bu yoqqa olib o'tib bitta armaturada qotirib qo'ydilar. Nechtasi sinib ketdi. Uni olib ketganlar. Bolalarga o'ynaydigan hech qanday joy yo'q. Qachon stadion yopiladi? Qachon o'sha bolalar ketadi? Keyin ungacha uxlash yo'q bizda. 1-2da uxlaymiz. To'g'risida hokim buva. 2 kunda ishimni hal qilib bergansiz. Mana e'tiroflardan yaxshi, to'g'ri chiqdi. Buni ham to'lovini qilgan. Ichini tagini bazadan tekshirmaganda kadastrga borib turib, shunday qilgan. Tadbirkorda xususiy do'konga kirganda, xususiy do'kondan 3 yillik qarzdorligini. Hech qayerga ishga kira olmayapman. Kichik pul bilan yordam beradi deydi. Pullar? Yo'q, unaqa narsa yo'q. Anaqa qilinganmi? Buncha qilinganmi? Almaniymi? Almaniymi?